Qalbimda kuy bo'lib taralgan diyor, istiqlol zavqini yaratding bir bor. O'zing yagonasan, zo'r chiroying bor, baxt to'la gul vatan O'zbekistonsan. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali, xumoqush oy yulduz yaltirar, qalqondir O'zbekning askari. Qalbimda kuy bo'lib taralgan diyor, istiqlol zavqini yaratding bir bor. O'zing yagonasan, zo'r chiroying bor, baxt to'la gul vatan O'zbekistonsan. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i mamlakatning eng muhim davlat ramzlaridan biridir. U 1991-yilning 18-noyabrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 8-sessiyasida qabul qilingan. Bayrog'imiz bu bizning faxrimiz timsoli. Bayrog'imiz bor, davlat bor, kelajak bor. O'zbekiston Respublikasi bayroq qabul qilingan kuni muborak bo'lsin. Hurlikni ulug'lab hilpirar mag'rur, O'zbek iftixori vatan bayrog'i. Yashaydi millatlar do'sti inoqdir, sajdagoh makondir oltin tuprog'i. Kurashlarda ko'tardik bayroq. G'olib bo'ldik, yo'llar bo'ldi oq, muzaffarlik tark etmas charog'. Dilga yaqin ko'zim qarog'i, sarbaland bo'l vatan bayrog'i. 116-guruh kursantlar, barcha professor va o'qituvchilarni 18-noyabr davlat bayrog'i qabul qilingan kun bilan muborakbod etadi. Bayrog'imiz hamisha hilpirab tursin.